Zo'ravonlik, terrorlik, o'nsin bo'yimining qandaq ziyni bor? Zo'ravonlik, terrorlik o'nsinlari hargiz g'alitlikni va hayajonliq izganlik emas. Balki shikar yaltilgan ruhiy zahar. Siz faqat boshqalarning nazarini tortish deb qaramsiz. Xatar allaqachon yo'shurun holati paydo bo'lgan bo'ladi. Buning ichida formulangan asabiy ideya va qonliq zo'ravonlik ko'rinishlari ko'ruvchilarning ruhiy dunyosini ost-ost chirtib, tashvishlanish, xomushlik qatorliq psixik masalalarni keltirib chiqarishi, hatto kishilarni qaymoqtirib, bilib-bilmay qonunchilik qilib, jinoyat yo'liga boshlashi mumkin. Bu xil o'nsin buyumlar tarqalib ketsa, vaboga o'xshash kengayib, o'chmanlikni quturtib, bo'lgunchilik paydo qiladi. Jamiyatning inoqligi va muqimligiga buzg'unchilik qilib, ommaning hayotiy bexatarligiga tahdid soladi. Yana terrorlik tashkilotlarining kuchini zo'raytirishga yantayoq bo'lib, davlatning obraziga ig'ir ziyon yetkazishi, ijtimoiy taraqqiyotga to'sqinlik qilishi mumkin. Zo'ravonlik, terrorlik, o'nsin bo'yimining qandaq ziyni bor? Zo'ravonlik, terrorlik o'nsinlari hargiz g'alitlikni va hayajonliq izganlik emas. Balki shikar yaltilgan ruhiy zahar. Siz faqat boshqalarning nazarini tortish deb qaramsiz. Xatar allaqachon yo'shurun holati paydo bo'lgan bo'ladi. Buning ichida formulangan asabiy ideya va qonliq zo'ravonlik ko'rinishlari ko'ruvchilarning ruhiy dunyosini ost-ost chirtib, tashvishlanish, xomushlik qatorliq psixik masalalarni keltirib chiqarishi, hatto kishilarni qaymoqtirib, bilib-bilmay qonunchilik qilib, jinoyat yo'liga boshlashi mumkin. Bu xil o'nsin buyumlar tarqalib ketsa, vaboga o'xshash kengayib, o'chmanlikni quturtib, bo'lgunchilik paydo qiladi. Jamiyatning inoqligi va muqimligiga buzg'unchilik qilib, ommaning hayotiy bexatarligiga tahdid soladi. Yana terrorlik tashkilotlarining kuchini zo'raytirishga yantayoq bo'lib, davlatning obraziga ig'ir ziyon yetkazishi, ijtimoiy taraqqiyotga to'sqinlik qilishi mumkin.